Aniq bilaman, siz bunaqa kamxarj, lekin judayam mazali bo'lgan medoviyni yeb ko'rmagansiz. Bugun men sizlarga buni tayyorlashni o'rgataman. Gazga qozonchamizni qo'yamiz va 4 osh qoshiq asal solib, yaxshilab eritib olamiz. 1,5 piyola shakar solib, uni ham eritib olamiz. So'ng 1 osh qoshiq suv va yarim choy qoshiq chaynak soda solamiz. Ranglar qizarguncha to'xtamasdan aralashtirib turamiz. Qozonchamizni tagini o'chirib, 200 gram yaxshi margarin solamiz va sovutishga qo'yamiz. 3 dona tuxum, yarim choy qoshiq razrixli solib, yetarlicha un solamiz va 3 osh qoshiq kakao solamiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qilamiz. Xamirimizni holati mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Tayyor xamirimizni 8 bo'lakka bo'lib, yoyib pishirib olamiz va kremini tayyorlashni boshlaymiz. O'rtacha olovda 1 litr suv, 1,5 piyola shakar va 1 piyola un solib, yaxshi quyuq massaga kelguncha aralashtirib turamiz. Krem shunaqa holatga kelgandan so'ng 200 gram margarinni solib, gazni tagini o'chiramiz va medoviklarimizni shunaqa qilib terishni boshlaymiz. Mazasi ham o'zgacha chiqishi uchun eng oxirida shokoladli glazur quydim va ustidan shunaqa urvoqlarni sepib oldim. Buni bir kechaga sovutgichda qoldiramiz. Bu juda ham muhim nuqtasi. Va qarabsizki, shunaqa ham mayin, yumshoq, og'izda eriydigan medovik tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha, like bosishni unutmang va albatta siz ham tayyorlab ko'ring.